Assalomu alaykum aziz do'stlar. Men bu safar yana juda ham bir jiddiy video murojaatim Jasmin degan jonzot haqida bo'ladi. Mana 2 kun bo'ldi, bildingizlar. Juda ham bir bosh og'riq bo'ldi bu. Men unga video qilish niyatim bo'lmagan. Lekin niyatim bo'ldi endi uni yo'qotish, 100% tagi bilan yo'qotish va shu bo'yicha ish olib boryapman. Shu maqsadda men advokat so'radim. 20 ga yaqin kuchli professional o'z o'rniga ega bo'lgan advokatlarimiz bilan ish olib boryapmiz. Unga qarshi dalillar, isbotlar hammasi yetarlicha bo'pti. Buni faqat biz qonun idoralariga rasman topshiryapmiz va O'zbekistonda bu bilan aloqada bo'lgan, mana bu Jasmin degan jonzot bilan yaqin bo'lgan va munosabatda bo'lgan va unga qanaqadir ma'lumotlarni yetkazib turganlarni deyarli ko'pchiligini aniqladik. Va undan ham eng qiziq tomoni sotqin o'zimizni ichimizdan ekan. Qoyilmisizlar? Shu maqsadda juda ham katta ish boshladik. Men hammani bitta-bittadan ismini aytaman hali. 20 ga yaqin advokat, hammasi tayyor. Chunki men endi kuchli advokatlarimiz 10 ming, 15 ming, 20 ming dollar so'ragandan keyin men aytdim, kimdir yordam bersin dedimda. Endi men qasd qildim, buni yo'qotmasam qo'ymayman. Endi bu qattandir nimadir topib, meni piarchi deydi, bu deydi, qattandir kimlar bilandir qo'shib material turib yoqamga yopib suradi. Bu Ahad Qayum alohida masala. Aziz do'stlar, Ahad Qayum boshqa masala. Lekin sizlarning kelajaklaringizga xavf kelyapti. Sizlarni hurmatli O'zbekiston ahli iltimos menga negativ yozayotganlar. Ahad Qayum alohida masala. Lekin bu juda ham opasniy. Bu jinsi noma'lum bo'lgan jonzotni gapini kimdir eshitayotgani juda ham xavfli. Yozaveringlar. Bundan keyin mana kommentariyani ochib qo'yaman, xohlaganlaringizni yozinglar. Har bitta kommentariy yozayotgan, har bitta mana shu negativ yozayotganlar bilan alohida guruhga shug'ullanyapti. Buni ham kamida 200 tasini bir joyda yig'ib, hammasini to'plab turib, hamma mana shu yonda, shu tomonda bo'lganlarni hammasini yig'ib, uni ham videosini qo'yaman. Toshkentdan Istanbulgacha to'palang qilmasam qo'ymayman. Allohga shukr, buni rasxotini qilmoqchi bo'lganlar ham, oxirgacha bormoqchi bo'lganlar ham juda ham ko'p. Hali unaqa bizani odamni unaqa jinni bo'lgani yo'q. Kimdir gapini eshitib boshqa qilib. Va kecha menga tashib yorishdi. Nima deyapti? Hammalaringni ketingni ochganimdan keyin nima deydi? Ana bo'lasan-da, jahling chiqadi deydi. Yo, kimnidir ketini ochish bilan kimgadir tuhmat qilish yoki butun O'zbekistonni tinchini buzishni farqi bormi? Sizlar o'zlaringiz miyalaringizga o'ylaysizlarmi? O'ylamaysizlarmi? Yana nima deyilyapti? Bu bilan gaplashdi, yaqin bo'ldi, sani nima deydi? Odamlar yaxshi ko'radigan qilib qo'yadi. O'lib ketay. Shuni gapi bilan kimdir meni yaxshi ko'radigan bo'lgandan ko'ra o'lib ketay. O'lib ketsa O'zbekistondan bitta bola o'lib ketsin, lekin bu O'zbekistonni kelajagi xavf ortida qolmasin. Men 100% gapimga javob beraman. Har bitta hozir aytgan gapimga javob beraman. Keyingi masala. Men Star House'da kompaniya litsi emasman. Men o'z ish joyimdaman har kuni, hech kim xavotir olmasin. Men bitta yangi ochilgan qurilish kompaniyasini menga topshirishgan. O'sha kompaniyani boshqaryapman. Sotuv bo'limini. Men qurilish qilmayapman. Ko'ngillar tinch bo'lsin. Men blogerlar bilan sotuv bo'limini olganman. Hammasi vaziyat bizda, hammasi joyida. Hech xavotir olmanglar. Uni gapi bilan sizlar qaysi viloyatdan, qaysi ishxonadan turib, nimadir bo'lyapti, kimdir tinchi buzilyapti deb o'ylamanglar. Lekin bu harakat qiladi. Har bitta xonadonda hammani uyga kirib bitta-bittada tinchini buzishga harakat qiladi. Lekin bizning maqsadimiz buni yo'qotish. Bu juda ham ko'pchilikni oilasiga noo'rin tuhmatlar qilib bo'larmas gaplarni peshonasiga yopishtirib, buni orqasidan mana kecha ham bolalar etdi. Buni maqsadi pul ishlash, buni biznesi shu. Kimnidir sharmanda qilish evaziga bu pul topish. Lekin men bunga yo'l qo'ymayman. Menga 100% ishonishlaringiz mumkin. Bundan keyin kimni otini butiliga olib etsa agari basharasini yo'raman. Agar qattadir bo'lsa, agar bu et olsa agari men gapimga javob beraman. Topgan kunim basharasini yorib tashlayman. Balki qamalib ketarman, balki boshqa yomon narsa bo'lar. Lekin men buni
tinch qo'ymayman, javob beraman. Majburlayman. Buni yo'q bo'lishiga men majbur qilaman. Men mana shu gapimni eslab qoling.